Keling, varikoz kasalligini qanday paydo bo'lishini rasmda chizib ko'rsatib beraman. Bu rasmda odamning oyoqlari, ya'ni o'ng oyoq, chap oyoq va vena tizimi. Qalin bilan chizilgan bu chuqur venalarimiz bo'ladi. Chuqur venalarimiz va ingichka bilan chizilgan bu yuzaki, ya'ni chuqur venalarimiz bor va yuzaki ikkinchi nomi teri osti venalarimiz. Teri osti nomidan tushunsa bo'ladi. Shunda terining ostida joylashgan. Venalar bo'ylab qon har doim pastdan tepaga yo'naltiriladi. Venalarimizning vazifasi qonni oyoqdagi to'qimalardan yurak va o'pka tomonga yo'naltirib berish. Keyin o'pkada gazobmen bo'lib, kislorodlar, vitaminlar bilan boyinib, yana arteriyalar orqali qaytib keladi. Arteriyalarimiz bu yerda chizilmagan, faqat vena tizimi. Qonni pastdan yo'naltirib berish uchun venalarimiz ichida klapanlarimiz bo'ladi. Bu yerda mana qora bilan chizilgan klapanlarimiz faqat tepaga ochilib, qonni tepaga yo'naltirib va yopiladi. Ya'ni qon tepaga chiqqandan keyin pastga tushmaydi. To'liq klapanimiz yopiladi. Varikozga keladigan bo'lsak, varikoz lotin tilidan tarjima qiladigan bo'lsak, bu kengayish degani. Kengaygan tomir. Demak, tomir varikoz kengayganda ichidagi klapanlarimiz ishdan chiqadi. Ya'ni shu klapanlarimiz to'liq yopilmaydi. Shuning uchun varikoz paydo bo'ladi va qon o'z yo'nalishini almashtiradi. Pastdan tepaga emas, tepadan pastga oqish bo'ladi. Ikkinchi muhim bo'lgan narsa, varikoz faqat yuzaki, teri osti venalarda paydo bo'ladi. Chuqur venalarimizda varikoz bo'lmaydi. Chuqur venalarning tomirlari baquvvat, qalin bo'ladi. Yuzaki teri osti venalari ingichkaroq bo'ladi. Shuning uchun ham bu tomirlar kengaygandan keyin, ichidagi klapanlarimiz ishdan chiqqandan keyin qon chuqur venadan yuzaki venaga pastga tushish boshlaydi. Bu katta teri osti venasi bo'lishi mumkin, bu kichkina teri osti venasi bo'lishi mumkin. O'ng tomonda ham, chap tomonda ham va qon yillar sayin tepadan pastga tushib, pastki boshqa mayda tomirchalarga ham oqib boradi. Shu mayda tomirchalar kichkina tomirdan katta tomirlarga aylanib, katta bo'rtib chiqqan varikoz venalarga aylanadi. Biza ko'radigan, oyoqni ko'radigan. Asosiy sababchi tomiri faqat o'zida ko'rish mumkin. Shuning uchun ham Doppler qilish kerak bemorlarimizni. Katta teri osti venamiz kengayib ketib, boshqa tomirlarga nagruzka beradi. Shu tomirlar kengayib ketadi. Shu kengaygan tomir ichida, ya'ni qon endi yig'ila boshlaydi yil sayin. Yig'ilgan tomir. Agar bemorimiz kam harakat bo'lsa, o'tiradigan ish bo'lsa, ortiqcha vazn bo'lsa, shu tomirlarda qon yig'ilgan sari keyin bezovta qilish boshlaydi. Ya'ni bu sog'lom qon emas, ya'ni sog'lom emas, kislorod yo'q bo'lgan qon emas. Atrofdagi to'qimalarni zararlash boshlaydi, zaharlash boshlaydi. To'qimalar keyinchalik yallig'lanish paydo bo'ladi, teri rangi o'zgarish bo'ladi, qon quyilashgan sari shu varikoz bo'rtgan tomirlarning ichida tromb hosil bo'lishi mumkin. Tromb hosil bo'lsa, Xudo ko'rsatmasin, tromb sekin o'pka tomonga o'sishi mumkin. Bu o'sha hayotga xavf tug'dirishi mumkin. Turib qolgan qon undan tashqari teri rangini o'zgartirgandan keyin qon aylanishi buziladi. Bu yerda trofik yaralar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun varikozni davolash kerak, varikoz tomirlardan qutulish kerak. Qanday qutulinadi? Ya'ni mana shu zararlangan, klapani ishlamaydigan, qonni obratni qaytib keladigan tomirni yo'qotishimiz kerak. Yoki eskicha usulimiz bor. Tepadan pastdan kesib, sim tiqib, sug'urib olib tashlanardi bu tomir. Hozirgi kunda zamonaviy usulimiz bor. Bamba tomir misolida ko'rsataman. Tomirga ukol qilinadi. Nay orqali lazer kiritiladi. Atrofga ukol qilib chiqiladi. Bu tomirni ichidan to'liq lazer bilan kuydirib chiqiladi. Bu tomirdan boshqa qon oqmaydi. Yopilgan tomir bir necha oy ichida to'liq so'rilib yovib ketadi. Bo'rtib chiqqan tomirlarni ham lazerlar bilan kuydirsa bo'ladi yoki kichkina temir prokol orqali, teshikcha orqali ularni yo'qotib yuborsa bo'ladi. Unda ham hech qat kesilmaydi. Bemorga undan keyin oyog'iga kompressionniy chulki kiygiziladi. Bemor turib yurib uyiga ketadi. Ertasigayoq bemalol ishga ham chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun varikoz kasalligini davolash kerak, uzoq vaqtga qoldirish kerak emas, asoratlarga olib kelish kerak emas, chunki yil borgan sari bu kattalashib, rus tilida yana progressировать qilib keladi.
progressivits qilingan varikoz yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi. Shuning uchun vaqtida flebologga murojaat qiling va varikoz kasalligini davolang. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozing, albatta javob beramiz. Rahmat.